Burunning burunusida bir nodon podsho bo'lgan ekan. Bu podshoning ikki xonishi bo'lib, cho'ng xonish farzand ko'ranmaydi ekan. Kunlarning birida dal podsho shikorga chiqib ketganda, kichik xonish xo'shgizak bir o'g'il, bir qiz tug'ibdi. Buni ko'rgan cho'ng xonish hasadxo'rlik qilib, o'rdidagi yaqinlari orqali ikki bolani kuchukka aylantirib etib, u bolalarni darhol suvga tashlab etishga buyuribdi. Podsho shikordan qaytib kelganda, cho'ng xonish kichik xonishni kuchuk tug'di deb ayblab zindonga tashlab qo'yib ketibdi. Shuning bilan cho'ng xonishning razil niyati amalga oshibdi. Lashkar bu qo'shgizak bolalarga ish og'ritib, daryoga tashlab etishga ko'zi qiymay, ularni salga tushirib, daryoga yiqdi. Sanglar, tayyorlik bitdimi? Bitdi aka. Sana lazımətliklərinin hamısını tayyor qilib qo'ydim. Rahmat sanglar. Men bu qitimda sal uzunda qaytib kelishim mumkin. Yaqindan buyon bu atrofda g'ayri hodislar yuz beryapti. Ishing bo'lmasa, sirtqa hargiz chiqma. Aka, xotirjam bo'l. Cho'qim sen deganda qilma. Haras. Men ketgandan keyin uydik o'tni hargiz o'chirib qo'yma. Bo'ladi aka, sen o'zingga bakrak paxas bo'lg'in, o'rmonlikqa bak shikirlab kirib ketma. Ma'qul. Men degan gaplarni hargiz esingdan chiqarma. Ehtiyot qil. Men mangdim. Xo'sh. Xo'sh, baldiroq qaytib kelarsan. Akam ketgili xili kunlar bo'lib qoldi. Hozirgacha xabar yo'q. Sen ansirayaptiman. Biror ish yuz bermagan bo'lsa bo'ladi-ku. Qachon kelarsan aka? Abla, bu yerda o'tiraverib qarong'i tushgunimni to'ymay qaptiman. Tez uyga kirib ketay. O't ichib qolmasin yana. Ha? Nimanda qarong'i? O't ichib qopdi-ku. Asta, qanday qilarman? Akam o'tni o'chirib qo'yma degan edi. Biroq men nima qildim? Hay, sirtqa chiqib atrof qarab boqaychi. Ha? Alt tarafda nur ko'rinadi-ku. Berib qarab boqaymi qanday? Biroq akam bo'ldilar. Avval amal qilib o'tni yondiray. Ondan bir gap bo'lmamdi. Assalomu alaykum. Bu kechda uyingizga kelib sizni avvar qildim. Kelin qizim. Unda emas. Siz kim bo'lasiz? Mama, men bu tog'ning ustidagi uyda o'ltirman. Mening ismim Maxtumsila. Akam o'g'li chiqib ketgan edi. Men akamning yo'liga qarab o'ltirib, uydagi o'tni o'chirib qo'yibdiman. Shunga sizdan o't so'rab kelibdim. Akam o'tni hargiz o'chirib qo'yma degan edi. Uy kiring qizim. Uy kirib qarashaylik. Bo'ladi mama. Rahmat sizga. Qizim, asli bu atrofda mendan boshqa odam o'ltirmaydi.
siz akınız bilan bu yerga yangidan kelgan o'xshamamsiz. Shundoq mo'ma. Akam ikkimiz esimizni bilsakla bir iyiq bizni o'nkirdi beqib o'tibdikan. Biz shu iyiqning yordamida cho'ng bo'ldik. Bizni shu iyiq beqib cho'ng qildi. Necha yil ilgari bizni baqqan u iyiq qayrib ketganlik sababidan o'lib ketdi. Shunga akam ikkimiz o'nkirni tashlab uzun yo'llarni besib bu yerni loyiq ko'rib turib qoldik. Ha? Endi akınızçı. Akınızning ismi nima? Akamning ismi Chintumur Batur. Biz akam o'q qilib topgan o'g'ilari bilan jon boqamiz. Odatda akam o'g'i chiqib ketsa, necha kun aran qaytib keladi. Mana hozirmi akam ketgili xili kunlar bo'ldi. Texch qaytib kelmayotdi. Bek ansirab ketib barman. Mundaqdan qizim. Men bu uyda yolg'iz o'tirman. Agar xohlasangiz, akınız o'g'i chiqib ketganlarda biz ikkimiz bir-birimizga hamroh bo'laylik. Bo'lamdi? Bo'ladi mo'ma. Men shundoq o'ylagan. Biroq akam Qizim, necha yildan beri men yolg'izlikning dardini yetkicha tatdim. Men qiyrim olmayga ishingiz og'risin. Qarang, men yomon odamlarga o'xshamaydiganman, ha? mo'ma, undaq demisizlar. Sizlar haqiqatan yaxshi odam ekanlar. Bo'ladi. Akam o'g'i chiqib ketganda ikkimiz bir-birimizga hamroh bo'laylik. Rahmat qizim. Endi men yolg'izlik his qilmaydigan bo'ldim. Men aytib berib, sizning uyingizni ko'rib kelay. Bo'ladi mo'ma. Biroq uyning oldiga kelganda Chintumur Batur uyda bormi? Arg'umoq iti eg'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Olg'ur burkiti o'g'zida bormi? deb bu qo'shiqni o'qislar. Men ondan sizga ishni ichib beraman. Bo'ladi qizim. Amisi men sizga o'tdan ozroq beray. Og'ash keting. Rahmat mo'ma. Men mangdim. Ati yo'llarga qarayman. Xo'sh. Xo'sh qizim. Men ata cho'qim boraman. Şu o'xshama. Qizim, men keldim. Ishni aytchim. Kimsizlar? Men sizlarni tanimayman. Akam yot odamlarni uyga akirma degan. Darhol kessilar. Bu qizim nima dedi? Tunidan bir chiroyli qarangashmagan edi. Chintumur Batur uyida bormi? Arg'umoq iti eg'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Olg'ur burkiti o'g'izda bormi? Qizim, bu men, mo'mingiz. Ishni ayting. Meni tanimadingizmi? Mo'ma, bu sizlarmi? Mana men hozir ishni achay. Men sizlarning kelganliklarini faqat o'ylamabdiman. Kechirsizlar mo'ma.
bürkitimga ne bo'lgandi? Bu azaldan bundaq ansiz sayrab baxmagan. Bu cho'qin bir yomonlikdan ishorat berdi. Allah! Singlimga bir ish yuz bergan o'xshamamdi. Chopa edi, tez uyga qaytaylik. Singlim uchun bo'lsin tez bo'lg'in. Biz uningdan ayrilib qolsak bo'lmaydi. Cha! Cha! Akka, sen ketgandan keyin men bexastalikdan o'tni o'chirib qo'ygan. Shunga tog' bag'rida o'ltirgan bir mo'maydan o't so'rgan edim. Keyin u mo'mayning gaplariga aldanib ketib, bizning uyni ko'rsatib qo'yibdiman. Atse u mo'may uyga kelib, tapinimni teshib qinimni sho'rdi. Bu kim? Asli akamın gibini almasam bo'pti ekan. Nemishqimi bo'lmayning gibiga aldinib eshikni ichib bergandim. Hamda akam qaytib ko'ralarmi? Çintimir Batur uyida barmı? Argımaq eti eğil tabamı? Misran qilichi qo'ziq tabamı? Olğur bürküti ögüz tabamı? Qizim, bu men, mo'mingiz. Ishni eching. To'xta! Singlimning qinini sho'rgan jodugarsanmi? Singlimga qilgan yomonliklaring uchun seni tiningdan judo qilaman.
bir bosh chiqdi. Bu sodiq olmasdi. O'zingchi meni o'ldirish shundoq osonmikin deb o'ylading, ha? Qandaq? Qo'qlatamsan? Qo'y. Men degan 7 boshliq yolmavuz. Mening 7 ishim bor. Mana har bir bosh chiqqanda mening kuchimni shuncha eshib bordi. Qaraganda o'lgin kelgan o'xshamamdi. Haray! Yalmavuz, endi sening ajiling to'shdi. Men sening hozir 5-bet Çintinir var dur. Belki yaman desin. Men onu bağırtızlığını tutulasam oldu. Men onu kıyıcıdan özümle kaçırım. qo'saq qismidagi ojizlik yeri ko'chib qilsam bo'ladi.
Chintimir Batur. Qo'qlatgan o'xshamamsan? Biroq endi ketishdi. Hay! Hay! Ah! Ah! Bu Alvas'ın ahırkı işi. Lekin bu Alvas'ı texmi güçlənib ketyaptı. Biroq men bu Alvas'ını yo'qotishim kerak. Singlimga Alvas'ını yo'qotganligimni o'z og'zim bilan deyishim kerak. G'ayrat qil, Chintimir. Singlingni faqat sen qutqiza olaysan. Hay! Hay! Hey! Hay! Hay! Hey! 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 Hay! Hey! Hay! Hey! Hey! Hay! Hey! Hay! Hey! Chintimir Batur, agar sen hozir menga taslim bo'lsang, bir qo'sh qiningdan ketishim mumkin. Uxlab tushing. Men Chintimir hargiz sana bosh egmayman. Sening qiningni sho'rab, qiynab o'ltirmaydigan bo'lsam, qarab tur. Yalmavuz, endi sening ajiling to'shdi. Chintimir Baturning qaysarlik bilan taqobil turishi orqali Olvosni yo'qotdi. Singlisi Olvosning asoratidan qutuldi. Ular yana xotirjam
turmuşini başladı. Biroq ularning tinch turmushining qanchalik bo'ladiganligi hamda oq-singil ikkisini qandoq qismatga saqlab turganligi to'g'risida kim bir nima deya olsin?